Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Dekkan bozor yanında bo'ladi. Ko'rib turganlaringizning berimiz Giper. Berimiz esa Dekkan bozor bo'ladi. Sho'rimizda toza donda 3 xonali Yevro ta'mirdan chiqqan joyimiz sotuvga chiqdi. Esa joyimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Hurmatli yurtdoshlar, 5-qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizning shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz rossiyskiy demir eshik bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga giramiz. Girgan yerimiz oyoq temiz, tipli pol bo'ladi, kafel qilingan. 3 xonali tayyor remontdan chiqqan joyimiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringizning chiroyli etib remont etib qo'ydilar. 1-2 xonasi, bu yonimizda sanuzeli, bu yonimizda spanizi, bu yerimizda kuxnisi. Esa girish qismidan bir ko'rsatib beraman, eshiklarini yine ko'rib turganlaringizning shuning ko'rinishda shu holatda turibdi. Joyimizga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimiz ham keng tushgan. Bemalol o'tirib ovqatlanib choy ichib o'tirmoqqa bo'ladi. Kuxni mebellari ham yaxshi sifatli, original, yaxshisidan qo'ydilar. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerimizda gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Sababli shaharning qoq markazida Dekkan bozorining yanında bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Dim ko'p odam mendan so'radi, Dekkan bozori yanında bormi joyingizda? Ham 2 balkon bo'ladi. Bu yerimizda ham bir balkoni, aryanimizdan bir balkoni bor. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Joyimiz feyzli xonadon bo'ladi. Ajoyib bo'lib remontdan chiqib turibdi. Berimiz esa spanimiz bo'ladi. Spanimiz ham keng tushgan, kichkina emas. Oyoq tellarini, gilamlari tashab chiroyli etib qo'ydilar. Fondan chiroyli remont etib qo'ydilar. Akvayna, jaluzi perda. Joyimiz qishda issiqqina, yozda salqin bo'lib turadi. Yine joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Berimiz esa ko'rib turganlaringizning sanuzelimiz. Sanuzelimize alohida baho berasiz. Sababi katta keng tushgan, oyoq teglari kafel, dapatali qadin kafel qilingan. Chiroyli bo'lib turibdi yine. Ko'rib turganlaringizning joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Eshiklar ham yaxshi sifatlagan. Sababi o'zim zakaz etib qo'ydim. Eshiklarni ham dedilar. Bir xonasi, ya'ni mehmonxona desak ham bo'ladi. Keng tushgan, kichkina emas. Gilamlar tashalgan, joyimiz remontdan chiqib turibdi. Yine ko'rib turganlaringiz. Baland ekan, baland bo'ladi. Aynalar ham ulug' tushgan. Kichkina emas, katta tushgan bo'ladi. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu narsalardan, bu domdan kam chiqadi. Narx ham zo'r narxda, hurmatli yurtdoshlar. Zudlik bilan sotiladi joyimiz. 3 xonali bo'ladi. Kvadrat ham katta. Birimiz ham yana bir xonasi bo'ladi. Xonalarga e'tibor etasizlar, kichkina emas, katta tushgan. Yine remontdan chiqib turibdi. Oyoq teglaridan gilamlar tashalgan, o'rnidan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Aytib o'tganimizning 2 balkoni bu dedik. Bu yondan bir balkon, aryan tarafidan bir balkoni bor. Joyimizga o'zlaringiz baho beringlar. Zo'r, chotki mesdadan. Hurmatli yurtdoshlar, tavsiya beraman. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuning joy so'rab yurgan donish bilishlarga tashakkur qo'yamiz, hurmatli yurtdoshlar.